Biz Andijondamiz. Jami maydon 500 kvadrat, 350 kvadratga mana sport uskunalarini qo'yib berdik. Zina qo'yib berdik. Mana bu 200 kilolik yuguradigan yo'laklar. 5 dona. Mana bundan qo'yib berdik. Tepadan tortish, qoringa tortish, oyoq oldi orqa, bel uchun 45 darajalik tortadigan elliptikallar, dipchin assist, bel uchun kichkina smit, press, bular bitsepsga tali ko'taradigan bilinlar, mana gantelni har xillari bor. Gantel kilosi 50 kilogacha qilib berganmiz. Skamyasi ko'p turib mana shu qulay bo'ladi. Barbellar fixed, bel uchun bu ham dipchin oddiy, yelka va ko'krak yongi, jim cross cable yonlamacha, cross cable bunaqasi universalniy stoyka, oyoq uchun jim nok, mana jim kardiolar, mana yana airbag, velotrenajyorlar juda ham qulay ishlatish. Adduktor bor bu yerda, smit, pegdek, gak, hack squat bor. Keyin tepadan tortish, qanotdaniki, ko'krak uchun. Zal juda ham zo'r. Mana hozir joylashtirish jarayonidamiz. Murojaat qilaverasizlar.